TV. Hi ladies and gentlemen. Boys and girls. Welcome to Ocean Music Program. Assalomu alaykum radio oldidagi shundaqla ekran oldidagi qadrli do'stlar, Navruz bayramingizga muborak bo'lsin. Shundaq yilda bir keladigan Navruz bayramingizga muborak bo'lsin. Men Umid Tursun. Ben Fazilat Keram. Menimcha bu vaqtda Fazilat. Dal mana shunday alaydi bo'lgan bayramda biz do'stlarimizga, ya'ni okean kuylardan alaydi bo'lgan sonimizni sovqotishimiz kerak deyman. Albatta shundaq. Endi bugungi programmamizni alaydi son deyishimizga sabab bo'lsa, biz naq maydondagi mushu har bir xizmatishimiz bilan birlikda Navruz kunida muzik to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Intayin to'g'ri gap qildingiz. Undan boshqa yana bir alaylikimiz bo'lsa, bugun bu yerda chilinmoqchi bo'lgan muzikalar shundaqla aytilmoqchi bo'lgan naqshlar bo'lsa, hammasi naq maydonda o'rinlaydi. Undan boshqa menimcha bu vaqtda mening bir vazifam bor. U bo'lsa, bugungi mushu naq maydonda chilinadigan muzikalarga mas'ul bo'lgan atirtimizni tanishtirish. Ular bo'lsa, yana bizning Xinjiang Melodiya madaniyat tarqatish shirkatimizning bayrog'i ostidagi muzik atirti MLD Band muzik atirti. Qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz atrat a'zolarini birdan tanishtirib o'taylik. Bir boshdan boshlaylik. Qani undaq bo'lsa, bu yoq bo'lsa bizning agashma gitarga mas'ul bo'lgan Shukrat qarshi olamiz. Endi bu yoq bo'lsa bizning percussion instrumentga mas'ul bo'lgan Firqat qarshi olamiz. Welcome. Good. Wow, so cool. Endiki nötimiz bo'lsa bizning elektronlik realga mas'ul bo'lgan Olim Dolqon qarshi olamiz. Endiki nötimiz bo'lsa bizning bass gitarchimiz bo'lgan Zulfiqar qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Endiki nötimiz bo'lsa bizning drummer bo'lgan Elyar qarshi olamiz. Welcome. Bu yoq bo'lsa bizning bosh gitarchimiz Olim Abdug'ani qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Wow, bir-birsidan esil bo'lgan muzikalar. So handsome. Yes, you are right. Mundaq bir gapimiz bor, ishbirlikda, kuch o'mlikda deydigan. Xinjiang Melodiya madaniyat tarqatish shirkatimizga barliq xizmatchi xodimlarning dal mana shundaq tirishishi ostida bugungi o'xshash esil bo'lgan, qaltis bo'lgan programma do'stlarning huzurida bo'lmoqchi. Shundaq, endiki bizning alayda mehmonimiz bo'lsa, iqtidorli va yosh, tannoz va chiroyli kelgan bizning naqshchimiz Kamile. Wow, welcome. Eşyalarını yaparsın gittiğinde, bana her şeyi bastan yaşatmaktan başka. Sen neredesin şimdi? Ben kime aidim? Artık sevgilimdir sen. Söyle ben kimim? Eve dönmedik senmedim, taşınmadım hala. Kimi özlüyorum hala, her nefes alışımda. Eşkü ben hür, senin kadar yetenekli olsaydı, terk etmek konusunda. Eşkü ben hür, senin kadar yetenekli olsaydı, terk etmek konusunda. Zaman geçti gitti seni söylerken, senin için bir anlamı yoksa da şimdi hayalleri değişti, neydim kötü değildi. Ben anlıyorum seni, sen de almasana beni. Eve dönmedik senmedin, taşınırım hala. Kimi özlüyorum
odamni chondurib. Oshta bo'ldi. Sizning aytganingiz shu fazilatga nisbatan shunda cho'ng bir zarbadan birisi bo'ldi-da. Yo'q, unday emas. Mendek yaxshi aytamizsizmi? Yaxshi aytdingiz, ammo siz naqshchilik sohasida bul emasmi? Naqshchilik sohasida taraqqiy qilib sizga yillar bo'ldi emasmi? Grammy muzik mukofotini erishib bo'lganman. To'g'ri. Endi qaytib kelsak gapimizga. Bo'ladi? Bo'ldi. Unda qolsa oldi bilan biz shu ekran oldidagi do'stlarimizga Kamilani bir tanishtirib olsak. Kamila bo'lsa bizning Xinjiang Melodiya madaniyat tarqatish shirkatimizning bayrog'i ostidagi yordam qo'shilgan bir a'zo bo'lib hisoblanadi. Kamila unda qolsa avval o'zingizning salomini shu ekran oldidagi shundaqli radio oldidagi do'stlar bir yo'lda o'tamiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Navruz bayraminglar muborak bo'lsin. Kamiladan sizlarga o'tliq salom. Voy Rahmat. Rahmat. Endi boy Kamilaning o'rilgan naqshi bo'lsa, hadisaning o'rilishidagi yatanak nomli naqsha. Bu naqsha uslub jihatdan popga kiradi. Endi o'sha hadisa to'g'risida to'xtalgan vaqtimizda uni bizga tunishib bo'lgan naqshi shu dumtakdak bo'ladi. Balki aytasiz kakkok. Boshlayamiz, ha? 1 2 3 4 da 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 dumtak. Bak yaxshi aytdingiz. Rahmat. Bo'ldi. Bo'ldimi? Endi savolingizni so'rayman. Undaq bo'lsa, Kamila sizdan so'rab baxsam, siz bayam o'sha pop uslubidagi naqshni o'rindadingiz. Sizdan o'sha yaxshi ko'rib o'rindaydigan uslubdagi naqshlaringiz bo'lsa, qaysi xil uslubdagi naqshlar? Men odatda o'zimga bek cheklim qo'yolmayman. Masalan, o'zim yaxshi ko'rib anglaydigan, ham yaxshi ko'rib aytadigan uslubdagi naqshlar bek ko'p bo'lg'ashqa, masalan, ovozim chiqib qolsam, voy yetkazib aytasam ham aytaverman deb o'ylayman o'zimizcha. Naqsh tanlamaydi ekan. Mushtarpimiz shu fazilatga shunday o'xshaydi. Men bu naqsh tanlamay aytayverman. Tomoq tanlamaydigan bir yer bor bu qizning. Bir gap bormi shu davr almashdi deydigan, ya'ni shu ayollar bo'lgan sir basliklashib ketib bordi. Endi men erlar bo'lsa bo'lgan sir men o'xshasizmi bo'lishib ketib bordi degan. Shuni chiqyapsiz. Aferin shu ishtaymlar hamdi. Endi menimcha bo'lgan vaqtda Kamilaning dam mana shu bugünkidek intayin ilg'or bo'lgan, intayin qaltis bo'lgan naqshlarni ayta olishidagi birdan bir sabab desakmi bo'lmaydi ekan, rasman shu ta'sir qilgan omil, ya'ni tunji o'qituvchisidan boshqa yana menimcha bo'lgan vaqtida tirishchanlik deb o'ylayman. Unda desangiz, mushu yerda o'tirgan bizning har bir xizmatdishimizmi nurg'ulg'an tirishchanliklardan keyin mana hozirgidek bizga intayin yaqinlik bo'lgan naqshlarni bizga elib kelmoqda. Shunda bugun Kamila bizning dal mana mushu maydonimizda naq maydon naqshlarni do'stlarning huzuriga sunyapti. Shunda-ku. Unda bo'lsa, bundaq bir gapni yana qistirib qo'ygim keldi. Agar ekran oldidagi shundaqlar yana radio oldidagi do'stim, sizmi naqsh aytishga qiziqsangiz, shundaqlar yana naqsh aytishga qobiliyatim bor deb o'ylasangiz, dal bizning Xinjiang Melodiya madaniyat tarqatish shirkatimiz sizga haqsiz bu sahnani hozirlab berdi. Unda bo'lsa biz bilan qanday qilishadi? Albatta bizning undidor supimizga kirib biz bilan aloqalashib bo'ladi. Undidor supimiz bo'lsa, Melodiya kanal, ya'ni MLD kanal. Bu yerdagi kanal bo'lsa K emas, balki Q, MLD kanal. To'g'ri, yaxshi gap bo'ldi. Sizlarning ma'lum Q degan harf nomida tili usti tarafga chiqadi ekan-da. Ya, asli chiqadimi? Bundan qolsa, endi gapga qaytib kelsak, Kamila navbatda shu do'stlarga sunmoqchi bo'lgan naqshingizning ismi nima? Navbatda sizlarga sunmoqchi bo'lgan naqshamning ismi hamda The Pretty Reckless'ning Just Tonight degan naqshi hamda bu naqshning uslubi rock uslubda bo'lib, hammalarning yaxshi ko'rib anglashinglarni umid qilaman. The Pretty Reckless bo'lsa 2009-yili Amerikada qurilgan 4 odamdan tashkil topgan rock muzik atrati bo'lib hisoblandi. Atratning bosh naqshi bo'lsa Taylor Momsen, ularning eng dangliq naqshi bo'lsa Make Me Wanna Die. Undan boshqa yana bir naqshi bor. U bo'lsa bugun Kamila do'stlarga elib keladigan Just Tonight nomli naqshi. Men shundoq bir narsani esib qoldim apasidan. Siz mush Grammy'da 50 qitimga qatnashdim dedingiz, mush obshar atratiga qatnashdingizmi deyman. Yo'q, ash Grammy o'zi qatnashgan. Butun hamma damlarning noposi bor siz. Arxibi baş qilibman. Bilmaychi bo'lsanglar meni izlasanglar. Bundan qolsa navbat o'zimizda bo'ldig'ini dal Kamilaning bizga elib kelgan naqshi Just Tonight. Stop the car and take me home. Here we are, you're too drunk, you hear what I say.
I will live, and your life and your believe. Just tonight, I will see, and it's all because of me. Just tonight, I will stay, and we'll throw it all away. Why did I get your eyes? It's telling me I'm right, and if I have truth, it's all because of you. Just tonight, it's all because of you. Just tonight, it's all because of you. Just tonight, it's all because of you. Just Wow, gorgeous. Yes, rock and roll. Yes. Hey, Fazilat, men tuyuqsizmish Kamilani birsiga o'xshitib qoldim. Kimga? Fazilat Keramga desam qanaqa Voy, qaraysiz? shu mendek yaxshi aytamizmi, ammo qaltis aytib ekan Amaliyot manish Fazilat Keramga demoqchi emasdim. Avril Lavigne'ga o'xshaydi ekan demoqchi edim. Demisim shu, shu gap qilishlaridek qiliqlari, undan boshqa naqsh aytishdek tirishchiliklari deganga o'xshash. Rost o'xshaydi. Ya, o menga o'xshaydi-ku deyman. Voy, mana. Kalani gapi bir yerdan chiqadi ekan, men endi ketayman. Bo'ldi, unda qolsa, menimcha bu vaqtida biz hozir shu anglagan naqshlarimizni shu turkcha naqsh angladik. Undan boshqa rock and roll uslubidagi Just Tonight'ni aldik, shundaq-ku. Shundaq. Amaliyotda siz hozir Kamilani Avril Lavigne'ga o'xshatdingiz, ammo uning navbatdagi naqshini olsangiz, siz uni hargiz Avril Lavigne'ga o'xshatmaysiz. Qaysi naqshni deysiz? Annyeonghaseyo, oppa. Unda qolsa, siz o'tganda o'rinlamoqchi bo'lgan naqshingizni ismi nima ismida? Mening o'rnamoqchi bo'lgan naqshamning ismi The Winter Play'ning Your Eyes degan naqshi ismida. Koreyalik. Bo'ldi, unda qolsa anglab qandoq ismida? Bo'ldi, unda Qani bo'lsa. boshlang ismida. 이별 준비하는 개구리 쉬는 이별 맘 못하는 개구리 쉬는 하고 있어 이미 너야는 너 그치 난 돼주지 못하는데
qoldi. Şuna bir-biridan esil bo'lgan Shuna narsalar ekan. haqiqatan mana shu o'xshash bo'lmagan uslubda o'rinlangan mana shu musiqalar yoki bo'lmasa naqshlar odamga o'xshash bo'lmagan bir xil hissiyotlarni berdi ekan. Menimcha bo'lgan vaqtida mana shu ekran oldidagi do'stlarimiz shundaq yana radio oldidagi do'stlarimizning menga o'xshash bir o'yi bog'u deyman. Yana shu azroq bir kayfiyatni yuqori ko'taradigan bir naqsh bo'lgan bo'lsa degan umidda biz. Bu talabingizni cho'qim amalga oshiramiz. Navbatda Kamilaning bizga elib kelgan naqshi bo'lsa, o'tgan yili eng moda bo'lgan naqsha. Naqshining ismi bo'lsa Uptown Funk. Bu naqshni Mark Ronson bilan Bruno Mars 2014-yili birlikda chiqargan naqsha. Wow, ey men bu naqshning shu aranchi nusxasini olib kelmanmi, ayolcha nusxasini olib Ha, gap dal mana bu yerda. Bugun biz Kamila nusxasidagi Uptown Funkdan birlikda huzurimiz. Qanday bo'lsa, navbat huzurimiz bo'lg'ini? Uptown Funk. This hit that ice go, sure fight that white go. This one from the girls and good girls, straight masterpiece. Styling, wildin', living up in the city. Got tracks up and stand alone. Kiss myself so pretty. Too hot, got a college and fireman. Too hot, take a dragon one time and too hot. Say my name, you know who I am. Too hot, bad boss, that money go for them. Boys say hello, yeah. Boys say hello, yeah. Boys say hello, yeah. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just vibe. Come on. Don't believe me, just vibe. 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 Hey, 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 oh, stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sing a take. Julio gets a shake. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fish gone skippy. Too hot. Make it fall and fry, man. Too hot. Got me flying one time, man. Too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. I'm bad boss, that money go to them. Boys say hallelujah. Boys say hallelujah. Boys say hallelujah. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. 'Cause Uptown Funk can't give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just vibe. Come on. Woo! Don't believe me, just vibe. Come on. Don't believe me, just vibe. 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 Hey, 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 oh! Before I leave, I'ma tell you a little something. Uptown, funk it up. Uptown, funk it up. Say uptown, funk it up. Uptown, funk it up. Say uptown, funk it up. Uptown, funk it up. Say uptown, funk it up. Uptown, funk it up. Come on, dance, jump on it. If it's sexy, then own it. If it's freaky and own it. Think about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If it's sexy, then own it. It's Saturday night, eat in the spot. Don't believe me, just vibe. Come on. Don't believe me, just vibe. Come on.
Bizning ko'zimiz ichilib qolmay, quloqlarimiz ichilib ketdi. Burun qulqimiz qattiq ichilmagan. Bo'ldi, Kamile, mening sizga deydig'im, siz vaqtni chang tutib, yaxshi bo'lgan naqshlarni chiqaring, yaxshi bo'lgan naqsh klassikalarni chiqaring. I'm your fans. Yes, I'm already your fans. Men sizdan pintozangiz, men 1 yil burun bo'lib bo'lgan. Bo'ldi, talashmayli, mayli qanaqli bo'lishimizga qat'iy nazar pintozlar jiqlab ketib bordi deyman. Ashkalandan boshqa yana nurg'unlari bor. Bo'ldi, naqosa, bugungi bu programmamiz vaqt munosabati bilan mana bu yerda oxirlashdi. Programmalarimizni anglashda qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz istansimiz Jungo Uyg'urcha radio to'g'ri kirib, programmalarimizni xalqan vaqtda xalqancha tanlab olsanlar bo'ladi. Bugungi bu programmamizning muharriri Malla Muhammad Atliq, Rasul muharriri Zumrat Yasin, nazoratchi Asqar Tursun, naq maydonda Umid Tursun, Fazilat Keran, uningdan boshqa bizning yana alohida bo'lgan mehmonimiz Kamile Memet, uningdan boshqa yana bizning musiqa atirtimiz bo'lgan, xalq bo'lgan MLD Band musiqa atirti. Wow, shundaqli yana do'stlarga eng oxir deydig'imiz Navro'z bayraminglarga yana bir muborak bo'lsin. Do'stlar, ona qo'sa kelak sanamiz ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Bye bye. That ice go, sure fight that white go. This one from the girls and good girls. Straight masterpiece, styling, wildin', living up in a city. Got tracks up and stand alone. Kiss myself so pretty. Too hot, got a police and fireman. Too hot, take a dragon one time and too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. Bought that money represent. Boys say hello, yeah. Boys say hello, yeah.